Aziz do'stlar, hech kimga sir emaski, hozirgi kunda qabziyat, ya'ni ich qotish muammosi bilan ichak uzayib ketishi, ya'ni dolixosizma muammosi, kolestaz muammolari bu juda ham katta dolzarb masala bo'lib kelyapti. Ko'pchilik bemorlarimiz bir necha yillardan beri qiynalib, bu masalada gastroenterolog, koloproktologlarga murojaat etishadi va ular konservativ, ya'ni dori-darmon va klizmalar yordamida bu kasallikdan xalos bo'lishni taklif qilishadi. Lekin ko'pchilik bemorda bu muammodan konservativ davolar bilan, klizma, vannочкалар bilan, romashkoviy klizmalar bor, ma'lum bir tabletka dori-darmonlar bor. Bular bilan ko'pchilik bemorlar tuzalib ketadi, lekin ayrim bemorlarimizda borki, hech qanaqa dori-darmon ichib ham bu ich qotish muammosini hech ham tuzata olmaydi. Bu bemorlar sano choy ichishadi, senodeksin tabletka ichishadi, bir necha glitserinli svechalar qo'yib ko'rishadi, lekin axlati 3 kunda, 4 kunda bir xil paytda keladi, bir xil paytda 7 kunlab ham ich kelmaydi. Oxirida bu kasallik sekin-sekinlik bilan nafaqat yo'g'on ichak muammosiga aylanadi, balki ingichka ichak va oshqozon, jigar, o'tfek, oshqozon osti bezi muammosiga aylanishni boshlaydi. Bu bemorlar vaqt o'tgandan keyin hech qanaqa ovqat yeya olmaydi, yesa ham hayt qilishni boshlaydi. Bu oxirgi darajada kelib chiqadigan muammo hisoblanadi. Shunaqa muammolarning ichida, demak, eng asosiysi rol o'ynaydigan, bemorga o'z vaqtida yordam berishga qaratilgan bu operatsiya yo'li hisoblanadi. Biz hozirgi kunda qilayotgan operatsiyamiz, demak, organ saqlangan a'zoni saqlab qolish operatsiyalari. Undan tashqari bu a'zoni saqlab qolishda biz o'sha immunooperatsiya vaqtida shu yo'g'on ichakni o'sha yaxshi nervni sistemasini tiklab berishga, ya'ni buni normalniy peristaltika deymiz. Bizda axlatni normada yo'g'on ichak bo'ylab yurishiga yordam beradigan operatsiya qilamiz. Bu operatsiyalarimiz O'rta Osiyoda hech kim qilmaydi. Demak, bu operatsiyalarimiz know-how deydi, ya'ni yangilik hisoblanadi. Operatsiyani og'ir darajada kelgan bemorlarimiz ham bu operatsiyalarni yengil holatda o'tkazib chiqib ketishadi. Demak, bu bemorlar doimiy ich qotishi natijasida, qabziyat natijasida qorinda sekin-sekin avitaminoz holatlari, qorinda suv yig'ilish holatlari, bu oqsil yetishmovchiligi natijasida qorinda o'sha suv yig'ilishi boshlaydi. Jigar yetishmovchiligiga olib keladi, sekin-sekinlik bilan jigar xastaligiga. Oshqozon osti bezi bu bemorlarda deyarli ishlamaydi, ya'ni fermentopatiya yuzaga keladi. Yegan ovqatini hech ham hazm qila olmaydi bular. Oshqozon sekin-sekinlik bilan kattalashishni boshlaydi. U faqat nima deydi? Hech qanaqa peristaltika, ya'ni oshqozonning ichiga tushgan ovqat mahsulotlari sekinlik bilan ichakka o'tishi kerak. Afsuski, bu bemorlarda ichak o'sha qo'rqib qolishi natijasida oshqozondagi ovqat turib qoladi, sekinlik bilan chirib o'taveradi va bemorda kuchli disbakterioz yuzaga keladi. Bu badanda toshmalarning toshishi, yurak va qon tomir sistemasida yetishmovchiliklar, og'ir holatlarda buyrak yetishmovchiligiga olib kelishi mumkin. Shunaqa holatlardan bittasi mana bemorimizda yuzaga kelgan. Bular bir necha yildan beri ich qotishi bilan, qabziyat bilan azob chekib kelganlar. Mana o'g'illaridan so'raymiz hozir. O'zingizni tanishtiring, marhamat. Assalomu alaykum. Biz Namangandan keldik. Ismim Abdulmusonov Qobulxon. Onam ancha yillardan beri qabziyat bilan qiynalib keladi. Ovqat yeolmasdan ishtahlari bo'lmaydi. Gipokrat klinikasiga kelib tekshirtirdik, analizlar javoblari chiqdi. Keyin O'tkurbek Ismoilovich tekshirib operatsiya qildirdik. Hozir ancha yaxshilar. Demak, siz onangizni juda og'ir ahvolda olib kelgansiz. Ahvollari og'ir edi. Ahvollari og'ir edi, ich kelmasdi. Axlat necha kunda bir keladi? Haftalab, 2 haftalab kelmasdi. 2 haftalab, 1 haftadan 2 haftagacha axlat kelmasdi. Endi qarang, shu axlat kelishi uchun nimalar qilgansizlar? Sano choy ichardingiz, hamma yo'ldan senodeksin ichardingiz, pikalax ichardingiz, jufalak ichardingiz, klizma qilardingiz va buning natijasida har doim ham sizga yordam bermasdi, lekin bular. Zo'rg'atdan bitta yordam. 2 kun, 3-chi kun yana o'sha ahvol bo'ladi. Ha. Endi qarang, yegan ichgan ovqatingizni, masalan, mazza matrasi bormidi? Qaytib tashlaymidi? Qayt qiladi. Faqat qusardingiz. Ishtaha bo'lmasdi, yerdilar, qaytib chiqardi. Hamma o'ylaydiki, bu oshqozoningdan muammo dermidi? Men och qolmasdim, men majburlab yedim faqat. Umuman ochlik sezmagansiz? Ochlik sezmaganman. Operatsiya bo'lganingizga necha kun bo'ldi? Mana bugun 4-chi kun. 4-chi kun. O'zingiz tualetga boryapsizmi? O'zim boryapman. Yaxshi, rahmat doktorlarim, hammalari gap yo'q, muomala hammasi yaxshi. Yaxshi qarashdi. Kecha necha marta bordingiz tualetga? Kattasi. 5 martami shunaqa bo'ldi. Bordingiz, ichingizga kelyapti, muammosiz. Endi o'zingizni yaxshi his qilyapsizmi? Ovqat yeyishni boshladingizmi? Boshladim. Ishtaha ochildimi? Kecha och qoldim. Och qoldingiz. Kecha abitgacha och qoldi. Yo'q-a. Bulyonni ham 2 kosa oldik. Unaqa his tuyg'u bo'lmagan sizda? Hayotingiz davomida bo'lmagan. Eslomingizda qachon och qolib, ishtaha bilan ovqat yeganingiz? Aziz do'stlar, endi bu muammoning masalasi, bu muammoning yechimi topildi.
Bu muammoning yechimi topildi. Hech qanaqa o'ylamasdan, fikrlamasdan, qo'rqmasdan. Mana shu ayol 10 sinf o'g'illari o'qiyotgan ekan, shu o'g'illarni tug'ishdan oldin ham bo'lgan ekan. 10-sinf hozir necha yoshda bo'ladi? 16 yoshda bo'ladi. Undan ham oldin bo'lgan ekan ich qotish. Demak, shuncha yildan beri o'sha bularni qorniga kirganimizda jigardagi o'zgarishlar, buyrakdagi o'zgarishlar yaqqol ko'rinib turdi. Shuncha operatsiyadan keyin biz srazu o'sha jigarga, buyraklarga lecheniyani boshlaganmiz. Albumlarni quyib, esladingmi? Demak, aziz do'stlar, bu masalaning yechimi topilgan. Hech qanaqa qo'rqish kerak emas. Operatsiyadan mana bemalol yaxshi xursand bo'lib chiqdilar. Hech narsa bo'lmagandek. Og'riqlar ham masalan, birinchi kun nomiga og'riq bo'ldi, ular o'tib ketdi. Ertasi kuni o'sha qarab, albumlarni quyib anaqa qilganimizdan keyin yaxshilab choqqilab ketdi. Bu hali bu holatdagi ich qotishi bilan kelgan kasallarning ichida eng og'ir kasalimiz bu. Eng og'ir kasallarimiz. Boshqa kasallarimiz 2 kun, 3 kunda hammasi yugurib choqqilab, yugurib chiqib ketyapti. Hech qanaqa bu narsani qo'rqib, riskovat qilib nima deydi, tabletkalar bilan uzoq muddat o'zingizni aldab yurmang. Aziz insonlar, bu xastalik hammamiz boshimizda bor. Hammani boshida bo'lishi mumkin bo'lgan har xil kasallik. Insonda bitta kasallik bo'lmaydi, bir nechta kasallik ham bo'lishi mumkin. Lekin bu qabziyat ich qotishini 7 kunlab, 5 kunlab o'zingizni qiynab, azoblanib yurgandan ko'ra, keling murojaat eting, biz sizga yordam berishga tayyormiz. Mehnatimizni, aqlimizni hech qachon ayamaymiz. Aziz do'stlar, o'zinglarni asrang. Salomat bo'ling.